Do'stlar, bugun gaplashadigan mavzu juda jiddiy. Pensiya reformasi va har bir kishiga minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi haqidagi tashabbus. Bu masala faqat bugun pensiya olayotgan otaxon, onaxonlarga tegishli emas. Bu sizga ham, menga ham, farzandlarimizga ham, rasmiy ishlayotganlarga ham, norasmiy daromad topayotganlarga ham bevosita ta'sir qiladi. Chunki pensiya tizimi kuchaysa, keksalikdagi xavfsizlik kuchayadi. Agar tizim noto'g'ri qurilsa, ertaga odam ishlagan bo'lsa ham yetarli pensiya ola olmay qolishi mumkin. Shuning uchun iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun bu taklif nimani anglatadi? Kim yutadi? Kim xavotir olishi kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Rasmiy ish staji nima uchun muhim? Minimal 6 million so'm pensiya deganda nimani tushunish kerak? Bularning hammasini oddiy tilda tushuntirib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar har bir oilaga kerak. Avvalo, pensiya tizimidagi eng katta muammo nimada edi? Juda ko'p odamlar butun umr ishlagan, lekin keksayganda oladigan pensiyasi kundalik xarajatlariga ham yetmay qolgan. Dori-darmon, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, kiyim-kechak, transport, shifokorga borish, nabiralarga yordam berish, bularning hammasi pul talab qiladi. Bugungi narxlar sharoitida kichik pensiya odamni mustaqil yashash imkonidan mahrum qiladi. Eski yondashuvda ko'pincha odamning rasmiy ish staji, ish haqi, pensiya jamg'armasiga to'langan badallar, arxidagi ma'lumotlar asos qilib olinardi. Bu bir tomondan adolatli ko'rinadi. Kim ko'proq rasmiy ishlagan bo'lsa, kimning oyligi yuqori bo'lgan bo'lsa, u ko'proq pensiya oladi. Lekin ikkinchi tomondan hayotda hamma ham ideal sharoitda ishlamagan. Kimdir 1990 yillarda korxonasi yopilgan, kimdir bozorga chiqib ishlagan, kimdir oilaviy sabab bilan uyda bolaga qaragan, kimdir fermer xo'jaligida mavsumiy ishlagan, kimdir qurilishda kunboy ishlagan, kimdir qurishda kunboy ishlagan. Natijada odam aslida mehnat qilgan, lekin hujjatda yetarli staj ko'rinmagan. Yana bir muammo. Ayrim ish beruvchilar xodimni rasmiy ishga olmagan yoki maoshning bir qismini konvertda bergan. Masalan, odam oyiga 5 million so'm olgan, lekin hujjatda 20 million ko'rsatilgan. Bugun bu unga qulay bo'lgandek tuyulgan. Chunki qo'lga ko'proq pul olgan. Lekin pensiya yoshiga yetganda tizim hujjatdagi raqamga qaraydi. Hujjatda kam maosh bo'lsa, pensiya hisobida ham past baza chiqadi. Mana shu joyda odam men 30 yil ishladim-ku deydi. Lekin tizim sizning rasmiy to'lovlaringiz shuncha deb javob beradi. Endi minimal pensiyani 6 million so'm qilish g'oyasi nimani o'zgartiradi? Bu eng avvalo keksalikda odamning minimal yashash darajasini kafolatlashga qaratilgan katta ijtimoiy burilish bo'lishi mumkin. Ya'ni davlat shuni aytmoqchi bo'ladi. Inson pensiya yoshiga yetganda uning daromadi ma'lum bir chegaradan past tushmasligi kerak. 6 million so'm degan raqam oddiy raqam emas. Bu oziq-ovqat, dorilar, kommunal xizmatlar va minimal ijtimoiy ehtiyojlarni qoplashga yaqinroq bo'lgan daraja sifatida ko'riladi. Lekin bu yerda juda muhim nuqta bor. Minimal pensiya 6 million so'm degani avtomatik ravishda ertadan boshlab hamma fuqaro hech qanday shartsiz 6 million oladi degani bo'lmasligi mumkin. Har qanday pensiya islohoti qoidalar, mezonlar, staj talablari, moliyalashtirish manbalari bosqichma-bosqich joriy etish tartibi bilan keladi. Shuning uchun men ekspert sifatida sizga aytaman, eng katta xato sarlavhani ko'rib bo'ldi, hammaga 6 million berilar ekan deb o'ylash. To'g'ri yondashuv kimga qachondan, qaysi shartlar bilan, qaysi hujjatlar asosida berilishi aniqligini tekshirish. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak. Kim xavotir olmasligi kerak, birinchi bilishingiz kerak bo'lgan masala pensiya 3 ta asosiy narsaga bog'liq bo'ladi. Yoshingiz, ish stajingiz va rasmiy daromadlaringiz. Ayrim ijtimoiy pensiyalar yoki nafaqalar bo'yicha boshqa mezonlar bo'lishi mumkin. Lekin mehnat pensiyasida hujjatli ish faoliyati juda muhim. Masalan, birinchi holatni olaylik. 62 yoshga kirgan erkak kishi 35 yil rasmiy ishlagan. Korxonada maosh har doim bank orqali tushgan, soliq va ijtimoiy to'lovlar to'langan. Uning mehnat daftarchasi to'liq, elektron ma'lumotlari ham bor. Agar minimal pensiya 6 million so'm qilib belgilansa, bunday odam odatda eng kam xavotir oladigan toifaga kiradi. Chunki uning tizimda izi bor. Agar hisob-kitob bo'yicha pensiyasi 5 million chiqsa, yangi kafolat bilan 6 milliongacha yetkazilishi mumkin. Agar uning pensiyasi allaqachon 7 yoki 8 million bo'lsa, unda minimal kafolat unga qo'shimcha bermasligi mumkin. Chunki u minimal chegaradan yuqorida turibdi. Ikkinchi holat, ayol kishi 7 yoshga yetgan, 20 yil maktabda ishlagan. Keyin 10 yil uyda nevaralariga qaragan.
keyin yana kichik do'konda sotuvchi bo'lib ishlagan, lekin do'kon uni rasmiylashtirmagan. U men 30 yil ishladim deb hisoblaydi, lekin hujjatda 20 yil ko'rinadi. Mana shu ayol uchun eng muhim ish arxiv, mehnat daftarchasi, buyruqlar, ish haqi ma'lumotnomalari, soliq va bandlik bazasidagi yozuvlarni tekshirish, chunki islohot bo'lsa ham hujjatsiz davrlarni isbotlash oson emas. Agar minimal pensiya uchun masalan ma'lum staj talab qilinsa, hujjatsiz yillar hisobga kirmasligi mumkin. Uchinchi holat, bozorda 25 yil savdo qilgan erkak yoki ayol. U har kuni mehnat qilgan, oilasini boqqan. Soliq patenti yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik orqali ayrim yillarda to'lov qilgan. Ayrim yillarda esa umuman rasmiy to'lov qilmagan. Bunday odamlar albatta xavotir olishi kerak, lekin vahima qilmasligi kerak. Nima qilish kerak? Eng avvalo soliq organlaridagi shaxsiy kabinetidan qaysi yillarda faoliyat yuritgani, qaysi yillarda to'lov qilgani, yat sifatida ro'yxatdan o'tgan davrlari bormi yo'qmi? Shularni tekshirish kerak. Chunki islohotlarda yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun alohida hisob-kitob mexanizmi bo'lishi mumkin. Rasmiy to'lov qilgan yil. Bu sizning foydangizga ishlaydi. 4-holat. O'tim yoshli yigit yoki qiz hozir frilanser bo'lib ishlayapti. Masalan, dizayn qiladi, tarjima qiladi, dasturlash qiladi, onlayn savdo qiladi. Daromadi yaxshi, oyiga 10 million so'm topadi, lekin hammasi kartadan kartaga. Hech qanday rasmiy shartnoma yo'q, hozir unga pensiya uzoqdek tuyuladi. Lekin men aynan shu yoshlarga alohida murojaat qilaman. Agar bugun rasmiy iz qoldirmasangiz, 30 yildan keyin men yaxshi daromad topganman deganingiz yetarli bo'lmaydi. Pensiya tizimi gapga emas, hujjatga, to'lovga, bazadagi yozuvga qaraydi. Shuning uchun o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish, yat ochish, shartnoma bilan ishlash, daromadni qonuniy ko'rsatish kelajakdagi pensiyangiz uchun himoya bo'ladi. 5-holat. Hozir pensiya olayotgan onaxon 22 million yoki 22 million so'm atrofida pensiya oladi. Agar minimal pensiya 6 million bo'lsa, eng katta savol, mavjud pensionerlar ham avtomatik qayta hisoblanadimi? Mana shu juda muhim. Ko'p islohotlarda yangi tayinlanadigan pensiyalar va avvaldan tayinlangan pensiyalar bo'yicha alohida tartib bo'ladi. Ba'zida hammasi indeksatsiya qilinadi. Ba'zida faqat eng past pensiyalar ko'tariladi. Ba'zida bosqichma-bosqich. Masalan, birinchi yil 30 million, keyin 1 million, keyin 6 million qilib boriladi. Shuning uchun mavjud pensionerlar hududiy pensiya bo'limidan qayta hisoblash tartibi haqida rasmiy ma'lumot olishi kerak. Kim xavotir olmasligi kerak. Rasmiy ish staji to'liq bo'lgan, maoshi bank orqali o'tgan, mehnat daftarchasi va elektron mehnat tarixida muammo bo'lmagan, soliq va ijtimoiy to'lovlari uzluksiz yuritilgan odamlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Lekin ular ham ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yishi shart. Chunki amaliyotda bitta noto'g'ri yozilgan sana bir korxonaning arxiviga topshirilmagan hujjati, familiya o'zgarishi. Mehnat daftarchasidagi muhrning o'qilmasligi pensiya hisobida muammo tug'dirishi mumkin. Kim ko'proq xavotir olishi kerak? Norasmiy ishlaganlar, mavsumiy mehnat qilganlar, maoshining katta qismini naqd olganlar. Mehnat daftarchasida uzilishlari ko'p bo'lganlar, sobiq korxonasi yopilib ketganlar, chet elda ishlaganlar, oilaviy tadbirkorlikda hujjatsiz mehnat qilganlar, fermer xo'jaligida faqat og'zaki kelishuv bilan ishlaganlar. Bularning hammasi bugundan boshlab hujjat masalasini tartibga solish kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Minimal pensiya bilan o'rtacha pensiya bir xil narsa emas. Minimal pensiya bu pastki chegara. Ya'ni undan kam bo'lmasligi kerak bo'lgan miqdor. O'rtacha pensiya esa barcha pensionerlar oladigan summalarni qo'shib odamlar soniga bo'lganda chiqadigan raqam. Agar minimal 6 million bo'lsa, kimdir 6 million oladi. Kimdir 7 million oladi, kimdir 10 million olishi mumkin. Lekin kimdir shartlarga javob bermasa, unga mehnat pensiyasi emas, boshqa turdagi ijtimoiy yordam belgilanib, miqdori boshqacha bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi nozik jihat. 6 million so'm brutto yoki netto degan savol. Odatda pensiya fuqaroga to'lanadigan yakuniy summa sifatida aytiladi, lekin qonuniy matnda qanday ko'rsatilishiga e'tibor qilish kerak. Ayrim to'lovlarda qo'shimchalar, ustamalar, kompensatsiyalar alohida ko'rsatiladi. Masalan, bazaviy pensiya 2 million, qo'shimcha ustama 200 ming bo'lib, jami 6 million bo'lishi mumkin. Yoki aksincha 6 million faqat mehnat pensiyasining minimal qismi bo'lishi mumkin. Shuning uchun raqamni eshitibgina xulosa chiqarmang, tarkibini ko'ring. Uchinchi nozik jihat, staj talabining saqlanib qolishi.
Ayrim odamlar minimal pensiya hammaga bo'lsa, staj kerak emas ekan deb o'ylashi mumkin. Bu juda xavfli xulosa. Dunyoning ko'p mamlakatlarida minimal pensiya ham odatda ma'lum yashash muddati, fuqarolik yoki rezidentlik, minimal ish staji, ijtimoiy sug'urta badallari bilan bog'lanadi. Agar inson umuman rasmiy ishlamagan bo'lsa, unga boshqa turdagi ijtimoiy nafaqa berilishi mumkin. Lekin u mehnat pensiyasi bilan bir xil bo'lmasligi mumkin. 4-chi nozik jihat inflyatsiya. Bugun 6 million so'm kuchli raqam bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin narxlar oshsa, uning real qiymati pasayadi. Shuning uchun reforma faqat bir martalik ko'tarishdan iborat bo'lmasligi kerak. Men ekspert sifatida har doim shuni aytaman. Pensiya tizimida indeksatsiya mexanizmi bo'lishi zarur. Ya'ni pensiyalar narxlar o'sishi, minimal iste'mol xarajatlari, o'rtacha ish haqi o'sishi bilan muntazam qayta ko'rib chiqilishi kerak. Aks holda bugun berilgan katta ko'tarilish 2-3 yildan keyin yana yetarli bo'lmay qoladi. 5-chi nozik jihat budjetga yuklama. Minimal pensiyani 6 million so'm qilish juda ijtimoiy jihatdan yoqimli taklif, lekin uning moliyaviy manbasi bo'lishi kerak. Pul qayerdan keladi? Soliqlardan, ijtimoiy sug'urta badallaridan, davlat budjetidan, iqtisodiy o'sishdan, yashirin iqtisodiyotni qisqartirishdan, rasmiy bandlikni oshirishdan. Agar manba aniq bo'lmasa, tizim uzoq muddatda barqaror bo'lmaydi. Shuning uchun bunday reforma odatda ish beruvchilarni rasmiylashtirishga majbur qilish, soliq bazasini kengaytirish, elektron mehnat hisobini kuchaytirish bilan birga yuradi. 6-chi nozik jihat. Norasmiy bandlikka qarshi kurash kuchayishi mumkin. Agar davlat minimal pensiyani sezilarli oshirsa, u tabiiy ravishda shuni so'raydi. Kim qancha badal to'layapti? Kim yashirin ishlayapti? Qaysi korxona xodimini rasmiylashtirmayapti? Demak, kelajakda tekshiruvlar, elektron shartnomalar, soliq monitoringi, bank aylanmalari tahlili kuchayishi mumkin. Oddiy odam uchun bu nimani anglatadi? Siz bugun rasmiy ishlasangiz, ertaga muammongiz kam bo'ladi. Norasmiy kelishuvga rozi bo'lsangiz, bugun ozgina yutgandek bo'lasiz, lekin kelajakda pensiyada yutqazasiz. 7-chi nozik jihat. Chet elda ishlaganlar masalasi. Ko'pchilik fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlab kelgan. Ularning o'sha yerdagi ish staji O'zbekistonda hisobga olinadimi? Bu davlatlararo kelishuvlarga to'lovlar qayerga qilinganiga, hujjatlar qanday rasmiylashtirilganiga bog'liq. Agar siz chet elda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi, ish beruvchidan ma'lumotnoma, soliq yoki sug'urta to'lovlari haqidagi hujjat, tarjima va notarial tasdiq talab qilinishi mumkin. Agar hujjat bo'lmasa, chet eldagi yillarni isbotlash juda qiyinlashadi. 8-chi nozik jihat. Ayollar va parvarish davrlari. Ayollar ko'pincha bola parvarishi, nogironligi bo'lgan farzandga qarash, keksa ota-onaga qarash sababli rasmiy ish faoliyatida uzilishlarga ega bo'ladi. Pensiya hisobida ayrim parvarish davrlari maxsus tartibda hisobga olinishi mumkin. Lekin buning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, parvarish ta'tili haqidagi buyruqlar, tibbiy hujjatlar, vasiylik yoki nogironlik ma'lumotnomalari kerak bo'ladi. Shuning uchun ayollar men uyda bo'lganman, demak hisobga olinmaydi deb o'ylamasin. Lekin o'zi avtomatik hisoblanadi deb ham beparvo bo'lmasin. 9-chi nozik jihat. Pensiya yoshiga yaqin odamlar uchun vaqt juda qimmat. Agar sizda pensiyaga 23 yil qolgan bo'lsa, hozir har bir hujjatni tekshirish kerak. Chunki pensiya tayinlash jarayonida hujjat yetishmasa, uni topish oylab vaqt olishi mumkin. Korxona tugatilgan bo'lsa, arxiv qayerda ekanini topish kerak bo'ladi. Familiya nikohdan keyin o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi kerak bo'ladi. Mehnat daftarchasida xato bo'lsa, sud orqali faktni tasdiqlashgacha borishi mumkin. 10-chi nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Har safar pensiya, nafaqa, kompensatsiya haqida yangilik chiqsa, ayrim odamlar men sizga 6 million pensiya chiqarib beraman, hujjatlaringizni tezlashtiraman, oldindan pul bering deb aldashi mumkin. Pensiya masalasida rasmiy idoralar, Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi, May Tonkok Gubuz, soliq shaxsiy kabineti kabi qonuniy kanallardan foydalaning. Hech kimga pasport nusxangizni, plastik karta ma'lumotlaringizni, SMS kodlarini bermang. Hujjat topshirishda rasmiy kvitansiya va ro'yxat bo'lishi kerak. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, mehnat tarixingizni tekshiring. Agar sizda mehnat daftarchasi bo'lsa, undagi barcha yozuvlarni ko'rib chiqing. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana lavozim, buyruq raqami, korxona muhri, imzo, bular o'qiladigan bo'lishi kerak. Agar elektron mehnat daftarchasi yuritilgan bo'lsa,
My.gov.uz yoki tegishli davlat xizmatlari orqali elektron ma'lumotlarni tekshiring. Eski daftarchadagi davrlar elektron bazaga to'g'ri ko'chganmi? Shuni ko'ring. Ikkinchi qadam, rasmiy ish haqi va to'lovlaringizni tekshiring. Ish beruvchingiz sizni rasman ro'yxatdan o'tkazganmi? Soliq hisobotlarida maoshingiz ko'rsatilganmi? Agar siz 5 million olsangiz, lekin hujjatda 1 million ko'rsatilsa, bu kelajakda sizning zararingizga ishlaydi. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi nusxasini, oylik hisob varaqalarini, zarur bo'lsa ish haqi ma'lumotnomasini so'rang. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Uchinchi qadam, arxiv hujjatlarini oldindan yig'ing. Ayniqsa eski korxonalarda ishlagan bo'lsangiz, korxona nomi o'zgargan yoki yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Sizga ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlaridan ko'chirma, ish haqi ma'lumotnomasi, stajni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda to'liq ism, familiyangiz, tug'ilgan yilingiz, ishlagan korxona nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingizni aniq yozing. 4-qadam, familiya va shaxsiy ma'lumotlardagi farqlarni tuzating. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova, pasportda Karimova yozilgan bo'lsa, bu kichik xato emas. Tug'ilgan sana bir joyda 1937, boshqa joyda 1930 ko'rsatilgan bo'lsa, muammo chiqadi. Nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi. Ism, familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar tayyor bo'lsin. Agar xatoni idora tuzata olmasa, yuridik maslahat olib, sud orqali faktni belgilash masalasini ko'rib chiqish mumkin. 5-qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, hozirdan rasmiylashing. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi talab qiling. Agar o'zingiz mustaqil ishlasangiz, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish yoki yatta ochish sizga mos keladimi? Soliq organidan maslahat oling. Har oy topayotgan daromadingizdan ma'lum qismini qonuniy ko'rsatish bugun biroz tartib talab qiladi. Lekin kelajakdagi pensiya va kredit olish, subsidiya olish, ijtimoiy himoya olish imkoniyatlaringizni kuchaytiradi. 6-qadam. Pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, hududiy pensiya bo'limiga oldindan boring. Men falon yilda pensiyaga chiqaman, hujjatlarimni oldindan tekshirtirmoqchiman deb murojaat qiling. Qaysi hujjatlar yetishmayotganini so'rang. Odatda pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, ta'lim davri bo'yicha diplom yoki ma'lumotnoma, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari. Nogironlik yoki parvarish hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir vaziyat alohida bo'ladi. 7-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini va elektron variantini saqlang. Telefoningizda suratga olib qo'yishning o'zi yetarli emas. Sifatli skaner qiling, alohida papkaga joylang, fleshkada yoki bulutli xotirada saqlang. Asl hujjatlar yo'q bo'lsa, hech bo'lmaganda nusxalar qayerdan izlash kerakligini ko'rsatadi. Ayniqsa eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi. Ish haqi hujjatlari juda muhim. 8-qadam, rasmiy axborotni kuzating. Pensiya reformasi bo'yicha yakuniy tartib qonun, prezident farmoni, hukumat qarori yoki vakolatli idora izohi bilan aniqlanadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi sarlavhalarga aldanmang. Hamma 6 million oladi. Ertadan boshlab to'lanadi. Faqat ariza yozsangiz bo'ldi, kabi gaplar tekshirilmagan bo'lishi mumkin. Men har doim aytaman, pensiya masalasida bitta noto'g'ri tushuncha odamni o'ylab sarson qilishi mumkin. 9-qadam, oilaviy darajada reja tuzing. Agar ota-onangiz pensiya yoshida bo'lsa, ularning hujjatlarini birga tekshiring. Ko'p keksalar arxivga borish, onlayn xizmatdan foydalanish, ariza yozishda qiynaladi. Farzandlar yordam berishi kerak. Agar siz yosh bo'lsangiz, o'zingizning rasmiy daromadingizni yo'lga qo'ying. Agar turmush o'rtog'ingiz uyda bo'lsa, uning kelajakdagi ijtimoiy himoyasi haqida ham o'ylang. Pensiya bu faqat davlat masalasi emas, bu oilaning moliyaviy xavfsizlik masalasi. 10-qadam, agar pensiya hisobida rozi bo'lmasangiz, jim qolmang. Sizga tayinlangan pensiya miqdori tushunarsiz bo'lsa, hisob kitob varaqasini so'rang. Qaysi yillar hisobga olingan, qaysi yillar olinmagan, qaysi ish haqi bazasi qo'llangan, bularni bilishga haqlisiz. Agar xato bor deb hisoblasangiz, yozma ariza bilan murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanmang. Arizangizda ism, familiya, manzil, telefon, pensiya ishi raqami bo'lsa, uni muammo mazmuni, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini aniq yozing. Javobni ham yozma oling. Demak, minimal pensiyani 6 million so'm qilish g'oyasi juda katta ijtimoiy ahamiyatga ega. Bu keksalar daromadini kamaytirishi, oilalarga yengillik berishi mumkin. Lekin bu masalada eng muhim savollar bor. Kimga beriladi? Qachondan beriladi? Qanday staj talab qilinadi?
Mavjud pensionerlar qayta hisoblanadimi? Moliyalashtirish manbasi qanday bo'ladi? Norasmiy ishlaganlar qanday tartibda qamrab olinadi? Mening sizga asosiy tavsiyam shunday. Yangilikni kutib o'tirmang, hujjatlaringizni bugundan tartibga keltiring. Rasmiy ishlang, mehnat tarixingizni tekshiring, arxiv ma'lumotlarini yig'ing, xatolarni oldindan tuzating, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya tizimida eng kuchli himoya. Bu toza, aniq va rasmiy hujjat. Sizningcha minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi kerakmi? Bu miqdor bugungi hayot xarajatlariga yetadimi yoki undan ham yuqori bo'lishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu mavzu har bir xonadonga, har bir oila budjetiga va har bir insonning keksalikdagi tinchligiga bevosita daxldor.